Sigir bozorida ham boshlab oldik. Necha pul bo'lyapti? Bormi? 45 million kam bor. Nechinchi bola? Ha, suvda 45 million bo'lyapti. Ha. Bolasi Novoscha birinchisi. Aka sumsiz 15 ta sut beryapti. Hozircha endi ko'payapti kundan kunga. Ha. Xo'p, yana bola. Ishlar ham qaytgan yo'q. Sevgi so'rayapti. Telefon nomer bering. Nechili? 91 91li 040 2286. 2286. So'raganlarga mol bor, tay bor, top beraverasiz. Ha. Alisher akaga uchiraverasizlar. Mana shu odamda hamisha mana shunaqa katta mollar, ishonchli mollar bor. Bozoringiz bersin. Nechinchi tug'ishi bu? bolasi. 3-bolasi. Bolasi nima? Xonasi. 9 bolali kerak bo'lsa mana. Unisi ham bor. Bu nechta suti bor buni? 15 taga beradi. 15 taga beryapsiz. Buni nech pul qilishdi? Endi kirishdi. Narxini ayting. Narxi xo'p. 37 million kami bor. Yangi tug'ibdi bolajon. Mol chiroyli, oyoq qo'li uzun. O, baklari ham chiroyli. Buniki bolasi. Bolasi xonajin. 15 ta sut beryapti. Telefon 94 94li 728 728 1919. Mana unisini ham olib qo'yamiz. Bu ham sizdan, ha? bolasi. Sizlarmi? Mana buni bolasi Novos. Akamiz, o bolajon, o bolasi ketyapti. Bolasi buni bolasi. Bu sut ko'proq shekilli. Bakini zo'r. Bu nech pul bu? Puli nech pul buni? 28 million ozgina o'tdi. 28 million ozgina xayri bor. Aloqaga chiqaverasizlar, qiziqqanlar. Bemalol. Bolachasini ham 50 millionga berilmadi. 50 million savdo ko'rdi. Nima deysan? Yangi tug'ibdimi? 50 million so'mga berilmadi. O bolasini o'zi. Ha, savdo qilishyapti, berishmadi. 25 ta sutga. Rossiyskiy paroda. 25 ta sut. Assalomu alaykum. Ha. Xo'p, ketdik. Juda sigirlarimiz ko'p mana hisoblashlar. Bozor avjida. Nech pul? 36 million savdo ko'rdimi yo kami bormi? Kami bor. Nechinchi bola? 3-chi bola. Novoscha. Kindigi ham tushmabdi, yangi tug'ilibdi-da. Men o'shanda Novoscha debman. Suti 10 taga beraverasiz. Novos akani? Yo'q, xonajin ekan. Yangi tug'ilibdi, o'shanda kindigi, ha, mana o'shana debman. Kindigi tushmabdi. Mana shuni 34 ga bermayapti. Yana bola, uzoqroqdan ko'rsataman. Savdo bo'lyapti. 34 million. Savdosi bo'lyapti, bermayapti. Nech pul qilyapsiz buni? 53 million. Suti nechta ekan? 10 ta sutga. Bolasini o'zi sotmasangiz kerak. Ha, bolasi qoplaydi. Oynaqsi sotaveraman ham deb qo'yur. Ha. Boshqasini bilmayman. Senga aytdim bu joniga oshirib sotishga aqlim yetyapti. Sen to'pni ol deyapman. Senga boshqasi hayotda bermayman. Senga boshqasi hayotda bermayman. Bolasini Novos ekan. Nereden senga? Yok nereden sen meni yo'ling yurmayapsan. Men seni yo'ling yuryapman. Hashimolni orqa tomonida mana. Narxini so'rayapman. To'qsonli 231 0229. 90li 230. Zamonaviy. She'riyat. Yo, tahsil suymilar. Tahsil. Baqayam o'tib ketdingizmi?
Kechagin sotib yubordim Yomonsiz. mentalda. Qaysi tomonda olsa farqi yo'q, a? Mana shu yerda 5-6 million. O'sha naslli mol olaylik. Bu ham zo'r chiqadi. Mana shunaqani ko'rishyapti, ular narsalarni. Taqsir ekanman, ishonchli mol olmak. 20 million qilyapti hozirgi savdo. Ha, savdosi. Bolasi ham o'zini 20 million. Bermayapti. Nechinchi tug'ishi buni? qo'shib qo'ydi. 3-chi bolasi, ha? Ochiqona aytib sotaveramiz. Buni qo'yib qo'yaylik mana shu. Qiziqqanlar telefon qilib Bermadi, qo'shib 33li 173. Balkim o'ziniki ba'zidir. 0909 Taqsir akanga aloqa qilishdi. Yuvosh sog' nimali. Qo'may bor sog'. 6 litr xotirjam bolasidan tashqari beryapti. Qoniga senga to'g'ri tushuntiring. Ha. Taqsir aka o'zimizdan. Aloqaga chiqaverasizlar. Ishonchli mol. Bolasi shunday jin aka. Keyingisi Nechi pul bu? 33 million aytma 25 million narx qilishdi. 25 million savdo ko'ryapti. Bolasi nechinchisi? Bolasini bilmayman, Xudo biladi. Ikkinchisimi? Tishini ko'rdingizmi? Tishini ko'rdik. 6 ta aka. 6 kilo. Yo ikkinchi bola, yo uchinchi bola. Ikkinchi bola bo'lishi ham Kecha mumkin. kechqurun soat 12 da tushganman. bir xil ekan akalar. Kechki payt 12 da Qirg'izistondan tushgan kechasi. Bishkekda moli. Uzunligi uzun. Uzunligi uzun. Chiroyli mol. Telefon nomeringizni bering. O'qi telefon bo'lmayman. Hab bo'lmas. Ha. Sotib olasizmi? Ha, Sotib olasiz. olaman-da. Sotib olasiz. Ha. Bo'laveradi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Nech pul aka? 18 million kam bor. 18 million. 16,5 million qilishdi. 16,5 million bozor. 16,5 qilishyapti. Necha oylik bo'lgan? 5 oylikni. O'zi qildirdingiz. Videolarigacha bor. Hamma yo'g'i bor, garantiya. Nechinchi qoringa bo'g'oz? Ikkinchisiga bo'g'oz. Telefon nomeringiz? 90 407 26 17. Chamcha bilan yuradi. Telefon qilishsa topib beraverasiz. Tagi bor. Bunaqa Taysero. Aloqaga chiqaverasizlar mana shu nomerga. Ismingiz nima edi? Furqatjon ismlari mana shu odamga telefon qilib, Yengil mana bozorda o'z ko'ryapti. ro'zg'or bor mollardan topib beringlar sizlarning. Mana shu odamlar topib beradi. Ishonchli mol. Hamisha bozorda bular. Sog' bo'linglar. Obunachilar bitta like tayamanglar, endi sizlar uchun harakat qilib mana degan jiyani bor. Necha oylik bo'g'oz? 7 oylik. O'rtog'im bo'ladi, taniymanda biz mahallada katta. 7 oylik bo'g'oz. 30 million savdo ko'ryapti. Ziyon qilaman. tepadan bitta olaylik. Necha oylik aka? Bozorda tepadan olaylik. 7 oylik bo'g'oz. 30 million savdo ko'rdi berilgan yo'q. Chamcha qo'shilsa bersa kerak, yuraversa kerak. Bormi? Ammo mol chiroyli mol. Hamma yo'g'i joyida. Abdurashid, mo ikkovini ham nima qilib o'tib ketaylikchi? Qani, ega. Zamonaviy. Bu kimniki, sizdanmi? Mandan. Necha pul aka bu? 32 million kami bor. Necha oylik bo'g'oz? 9 oylik. 8 oy to'g'ri. Kuni qoldi. 15 kun 20 kunda Xudo xolasa tug'adi. Uzog'i 1 oyda tug'adi. Bozor necha pul qildi? Ba'dan Bozor 28 qilyapti. 28 million qildi. Ikkinchisiga tug'adimi, uchinchisiga tug'adi? joylarimiz shu torroq. Uchinchisiga. Telefon nomeringiz? 93lik 93lik 756 756 99 Bu ham 9900. sizlarmi? Ha, bu ham Mana shu nomerga aloqaga chiqaverasiz. 7 oydan o'tgan 8 oylik. 7 oydan o'tgan 8-oyga o'tdi. 8-oyga o'tdi. Ha. 3-oydan o'tgan. Buni bozor necha pul qildi? Uni 24 qilishyapti. 24 million. 1 million kam 70 million. Ha, 69 million savdo ko'rdi. Ha, chamcha qo'shib yuralar. Ko'rsatamiz. Ha. Telefon nomer beraverasizmi? Men beraman. Ha. Necha? 93lik 155 155 4115. Orqa tomonlardan ham ko'rsattirib qo'yamiz. Chiroyli mollar, Qirg'iziston mollari. Tomonlardan bir ko'rsataychi. Adres so'radim nimalarni, ma'lumotlarni. Voy-e. Fush. Mana Shu 15-20 kunlar tug'adi. 15-20 kunda tug'adi. Men bitta legendar mollardan. Ha, ko'ryapsan-ku.
15-20 kunda tug'adi. Nechinchisiga? Bo'g'oz bu hozir. Ma'lumotini olyapsiz. 3-siga. Necha pul qildi ishdi? Bozor, realni qilgan. Bitta monosini 50 so'rashdi. Uni 50 millionga bermadingiz. Chimcha qo'shilsa berasiz. Bu necha oylik bo'g'oz? Bu ham bir xil yaqinda tug'adi. Ha. Biroga bormaydi. Tomoshabinlar qaranglar, meni bo'yim 1.65. Hisoblayni chiqaringlar, juda katta mollar. 50 millionga mana shuni berishmabdi, buni savdo qilishmabdi. Buni necha oyda deysiz, esimdan chiqib qoldi. 9-oyga o'tdi, kunligi qoldi bu molda. Mol juda katta mol. Nechta sutga beraverasiz? Sari bo'yina baland aka. 45. Bunisi 40 litr. 45 bunisi. Ha, bu 40 litr, shved, semental 45 litr beraveradi. Ha, bozor, mol zo'r. Mana mollarda zo'r, ishonchli Qanday katta mollar. ekan? Katta mol ekan. Odamlar bor ekanda bu. Ha. Sigirlarni ham bir qator obzor qildik, ko'ringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, layklardan ham eslatadigan bittamiz endi. Bizga obuna bo'lib qo'ysalar ham mana bozorlardan, hatto har xil joydagi bozorlardan, narx-navolardan xabardor